O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini samarali amalga oshirish hamda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining dasturiy maqsad va vazifalarini keng targ'ib qilish, shuningdek 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Toshkent viloyati kengashi tomonidan yosh siyosatchi ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi tashkil etildi. Bellashuv tafsilotlari galdagi lavhamizdan o'rin olgan. Mazkur tanlov mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati, O'zbekiston 2030 strategiyasi, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining saylovoldi dasturi hamda harakat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi markaziy kengashi va Toshkent viloyati kengashining mas'ul xodimlari, mahalliy partiya kengashlari raislari, deputatlar, yoshlar qanoti faollari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Bugungi kunda yoshlarga e'tibor, ularni aytaylik ta'limidan tortib sog'liqni saqlashiga, sog'lom turmush tarzi, ularni bandligi, ish bilan band qilish masalalari ham hammasi bekorga emas, juda ham alohida e'tiborga qaratilgan. Aynan Xalq Demokratik partiyasi ham bu sohada yoshlarga alohida e'tibor qaratiladi, chunki biz juda ham yaxshi bilamiz, Xalq Demokratik partiyasining elektorati aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamlar. Bularning ichida shu yoshlarimiz ham bor, studentlarimiz bor, talabalarimiz bor, yosh maktab o'quvchilarimiz, maktablar, hammasi bular yoshlar aynan elektoratimiz hisoblanadi. Shunday ekan, bu sohaga, bu yo'nalishga alohida har safar e'tibor qaratiladi. Bilasizmi, har bitta tanlov ishtirokchisida albatta bugungi faollarimiz, aynan Xalq Demokratik partiyasining saylovoldi dasturlaridan kelib chiqqan holda ularni intilishlarini kerak bo'lsa ko'rishimiz mumkin. Bu albatta o'zi yoshlarimizni bugungi kunda olib borilayotgan ishlarga qanchalik darajada bee'tibor emas ekanligini ko'rsatadi. Ushbu tanlov dastlab viloyatning 20 ta shahar tumanlarida o'tkazilib, g'oliblikni qo'lga kiritgan 6 nafar iqtidorli yosh siyosatchi mazkur bosqichda o'zaro bilim, siyosiy tafakkur, notiqlik mahorati va tashabbuskorlik borasida bellashdi. Ishtirokchilar jami 3 ta shart: tanishuv, savol-javob va ijtimoiy loyihalar taqdimoti bo'yicha kuch sinashdi. Bu ko'rik-tanlovni o'tkazishdan asosiy maqsad biz shu kelajakda bo'lib o'tadigan saylovoldi dasturlarimizga tayyorgarlik ko'rish, ularga tayinlanadigan deputatlar va tuman, shahar va viloyat kengashiga raislar nomzodlarni ana bu yosh siyosatchi ko'rik-tanlovidagi yoshlar orasidan saralab olishga qaratilgan. Shu bilan birgalikda aynan bugungi kunda har ikkala palata huzuridagi yoshlar parlamentiga a'zoligi munosib nomzodlar aynan yosh siyosatchi ko'rik-tanlovidan saralab olish maqsadga qaratilgan. Bu yerdagi yoshlarimiz aynan shu O'zbekiston Demokratik partiyasining saylovoldi dasturidan kelib chiqib turib, ya'ni xalqchil mavzular, xalqchil muammolarga samarali va chiroyli qilib yechim bermoqda. Shu bilan birgalikda yoshlarni bandligini ta'minlash bo'yicha, ularni sifatli ta'lim olish bo'yicha o'zining loyihalari, taqdimotlari bilan ishtirok etdi. Ularning orasida eng yaxshi loyihalarimiz bir kelgusida saylovoldi dasturimizga bir maqsad sifatida kirgizadigan darajadagi takliflar, mulohazalar, fikrlar bor. Shartlar asosida qatnashchilar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlarga oid davlat siyosati, qonunchilik tizimi va partiya faoliyatiga doir bilimlarni namoyish qilib, hakamlar hay'ati tomonidan baholandi. Tanlov davomida yoshlar o'rtasida ochiq muloqotlar, fikrlar almashinuvi va amaliy takliflar ham ilgari surildi. Bellashuv yakuniga ko'ra 1-o'rin Ohangaron shahri, 2-o'rin Qibray tumani va 3-o'rin Yuqori Chirchiq tumani vakillariga nasib qildi. G'olib va sovrindorlar diplom hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Bugungi tanlov juda ham yaxshi o'tdi. Har bir yoshlar o'z bilim salohiyatlariga ega, siyosiy va huquqiy bilimlarini bu tanlov orqali biz juda ham yana oshirib bordik. Tuman bosqichida ham juda ham ko'p yoshlar ishtirok etdi. Ular ham juda ham aqlli va siyosiy bilimlarga ega yoshlar edi va ular ichidan men 1-o'rin sohibiga aylandim va bugungi viloyat bosqichida ham faxrli 1-o'rinni egalladim. 30-iyun Yoshlar kuni bilan O'zbekistonning barcha yoshlarini samimiy qutlab qolaman. Jarayon yakunida ta'kidlanganidek, yosh siyosatchi ko'rik-tanlovi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yoshlarga oid davlat siyosatida partiyaning munosib ishtirokini ta'minlash, siyosiy jihatdan yetuk, tashabbuskor va vatan taqdiriga daxldorlik hissiga ega bo'lgan yangi avlod siyosatchilarini shakllantirishga xizmat qilmoqda.